Bu yer esa bizi showroomimiz, chevarxonamiz. Nariyoqda joyimiz bor. Bu yer mini showroom qilib qo'yganmiz. Buni ayam o'z qo'llari bilan tikdi. Qayerga yo'l oldik? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Biz Farg'ona viloyati avval shaharchasiga yo'l oldik. Ularni 15 ta deraza va eshiklariga jalyuzi va pardalarni o'rnatmoqchimiz. Bizni kuzatishda davom etib turasizlar, videolar uzoqroq bo'ladi. Quvasoy olti ariq yashnadirishdan Farg'ona go'zalsan, Farg'ona go'zalsan. Vodil Quvasoy olti ariq yashnadirishdan Farg'ona go'zalsan, Farg'ona go'zalsan. Bag'dod Quvasoy toshloq zor yangi yozovon Farg'ona go'zalsan, Farg'ona go'zalsan. Bag'dod Quvasoy toshloq zor yangi. Biz manzilga yetib keldik. Xudo xohlasa mana Farg'ona viloyati avval shaharchasida. Komandamiz yarmi bizdan oldinroq kelgan edi. Hozir pardalar tushiryapmiz, jalyuzilar o'rnatib turishdi. Bizni kuzatishda davom etib tursalar, xudo xohlasa barchasini sizlarga birma-bir ko'rsatib chiqamiz. Hurmatli do'stlar, biz hozirda baget karnizlar qatirish jarayonidamiz. Pardalarni birma-bir o'rnatib chiqamiz. Yangi Qur'on salqin havo anjirga uyirkan Farg'ona go'zalsan, Farg'ona go'zalsan. Yangi Qur'on salqin havo anjirga uyirkan Farg'ona go'zalsan, Farg'ona go'zalsan. Farg'ona go'zalsan, Farg'ona go'zalsan. Atlas erur Marg'ilonning olamga doston Farg'ona go'zalsan, Farg'ona go'zalsan. Vodil Quvasoy olti. Hurmatli do'stlar, mana jalyuzilarimiz. Narxlari necha puldan bo'ldi? 120 mingdan 260 minggacha sotilgan jalyuzilarimiz hozirda 170 ming so'mdan sotilyapti. Hurmatli xaridorlar, mana yana bir mehmonxonamiz. Ko'rib turganingizdek, oxirgi pardozlash ishlari. Bu qayerda materiali? Eng yuqori sifatdagi Turkiya matolari. Nimaga aynan to'qroq rang tanladik? Hozir buni javobini olamiz. Bu xonaga nimaga to'qroq rang tanladik? Bu xonani ranglarini xaridorlarimiz bilan kelishilgan holda tanlandi. Aynan xaridorlarimiz to'qroq rangda biz tavsiya bergan edik, rozi bo'lishdi va bu o'zini oqladi, juda ham yoqdi. Hozir videoda boshqacha ko'rinadi, lekin mana shuni jonli ko'rsangiz, muhiti umuman boshqacha. Karnizlari, derjatellari, tullari. Eslatib o'tamiz, biz Farg'ona viloyati avval shaharchasidamiz. Bizni ishlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bir donadan like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Farg'ona go'zalsan, Farg'ona go'zalsan.